Assalomu alaykum azizlar. Bugun 15-mart yakshanba. Bu hafta ham Erondagi urush tugamadi. Forslarning arab davlatlariga hujumi susaydi, lekin baribir urush davom etmoqda. Urush fonida neft narxi ko'tarilib ketdi. Amerika Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni yumshatdi. Oqibatda Moskva kuniga qo'shimcha 100 millionlab dollar foyda ko'ra boshladi. Rolikda haftaning shu va boshqa muhim voqealarni birgalikda eslaymiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos unga like bosing. Shunda YouTube uni ko'proq vatandoshlarga tavsiya qiladi. Hafta davomida Erondagi urush davom etdi. Donald Trump aytganida bu davlatda urush mumkin bo'lgan hech qanday nishon qolmadi. Amerika Chindan Eronning harbiy imkoniyatlarini yo'qqa chiqardi. Buni har kunlik otilayotgan raketalar soni keskin kamayib borayotganidan ham bilish mumkin. Lekin urush boshlashdan maqsad faqat shu emasdi. Amerika va Isroil Eronda tuzumni ag'darishmoqchi edi. Lekin bunday bo'lib chiqmadi. Eronliklar Xomenei o'rniga uning o'g'lini rahbarlikka saylashdi. Uni ham o'ldirishsa, katta ehtimol xuddi shu yo'nalishdagi yana kimdir rahbar bo'ladi. Trump Amerika urushning ilk soatlaridayoq g'alaba qozonganini e'lon qildi, lekin bu gapga amerikaliklar ham ishonmayapti. O'zi bu kimdir yutadigan urush bo'layotgani ham yo'q. Amerika Eronning harbiy qudratini yo'q qilishi mumkin, lekin bu davlatdagi qarshilik g'oyasi baribir yo'qolib qolmadi. Qurollar yo'q bo'lgandir, lekin uni yasaydigan injenerlar bor. Yadro dasturini ham tog' ostidagi omborlar emas, odamlar yaratadi. Xullas, Amerika Xomenei o'lsa, Eronda barchasi butkul o'zgarib ketishini kutgandi, lekin Eron ular o'ylagandan boshqacha davlat bo'lib chiqqanga o'xshayapti. Reuters o'z manbalariga tayanib Amerika razvedkasining Erondagi urush bo'yicha xulosalarini e'lon qildi. Unda aytilishicha, razvedka Eronda tuzum qulashining hech qanday alomatlarini ko'rmagan. Hukumat hamon aholi ustidan to'liq nazoratni saqlab qolgan. Eronda amaldagi boshqaruv tuzumi qulashi uchun xavf borligi ham aniqlanmagan. Shuningdek, isroillik mulozimlar ham urush Eronda tuzum o'zgarishiga olib kelmasligini tan olgan. Hafta davomida Avstraliyadagi Osiyo chempionatida qatnashayotgan eronlik ayol futbolchilar mavzusi dunyo muhokamasida bo'ldi. Gap shundaki, Osiyo chempionatidagi o'yinlardan biri boshlanishida eronlik futbolchi qizlar mamlakat madhiyasini kuylamagan. Madhiyada Eron oliy rahbari ulug'langani, Xomenei AQSh tomonidan o'ldirilgani sabab bu hodisa Eronda juda yomon qarshilandi. O'zi eronlik futbolchilar madhiya kuylamasligi yangilik emas. Qatardagi jahon chempionatida eronlik erkak futbolchilar ham madhiya kuylamagandi. Bu o'ziga xos jimlik manifesti hisoblanadi. Xullas, eronlik futbolchi qizlar madhiya kuylamagandan keyin ularning ortga qaytishi xavfli bo'lib qoldi. Chunki hozir Eronda AQSh hujumi sabab odamlarga nisbatan repressiya karrasiga kuchaygan. Qizlarni qanday taqdir kutayotganini hech kim taxmin qila olmasdi. Vaziyatga AQSh prezidenti Donald Trump ham aralashdi. U Avstraliya hukumatini qizlar xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Holatni Avstraliya bosh vaziri shaxsan nazoratiga oldi va barcha eronlik futbolchilarga mamlakatda qolishni taklif qildi. 5 futbolchi qiz Avstraliyada qolish istagini bildirgach, ularga darhol viza berilgan. Keyin jamoaning yana 2 vakili qolishni istagan, lekin ulardan biri Eron hukumati vakili bilan gaplashgach, fikridan qaytgan. Aynan uning suhbatidan keyin qizlar qolgan joy oshkor bo'lgan. Avstraliya politsiyasi tezda viza berilgan qizlarni xavfsiz joyga ko'chirib, ularni qo'riqlashni boshlagan. Yaqin Sharqdagi urush sabab jahon bozorida neft narxi oshib ketdi. Rolikni yozayotgan vaqtimiz bozorda qora oltinning bir bochkasi uchun 103 dollar taklif qilinmoqda. Brent nefti uchun shunaqa narx belgilangan. Rossiyaning Urals nefti ham barrel uchun 89 dollargacha qimmatlagan. Neft narxi ko'tarilishining bosh sababi Erondagi urush. O'zi har qanday nostabillik qora oltin narxiga ta'sir qiladi. Eron dunyodagi eng ko'p neft qazib oladigan davlatlardan biri ekani vaziyatni yanada qiyinlashtirdi. Tehron sanksiya ostida bo'lsa ham har kuni millionlab barrelni neft bozoriga chiqarardi. Yetmaganiga Eron Hormuz bo'g'ozini bloklay boshlagani neft tranzitini qiyinlashtirdi. Dunyo neftining katta qismi, xususan arab nefti, aynan shu suvlik orqali jahon bozoriga chiqadi. Neft narxi ko'tarilgandan eng ko'p Rossiya yutdi. Chunki yil boshida Rossiya budjeti tasdiqlanayotganda neft narxi 60 dollar atrofida bo'lishi hisobga olingan. Hozir ruslar taxmin qilinganidan 30 dollargacha qimmatga neft sotmoqda. Qo'shimchasiga Amerika Rossiya neftiga sanksiyalarni yumshatdi.
Ruslar 12-martgacha tankerga ortilgan neftni sanksiyasiz sotishi mumkin bo'ladi. Natijada Rossiya neft savdosidan har kuni qo'shimcha 150 million dollar foyda ko'rmoqda. Cheklovlar mart oxirigacha yumshatilib turilsa ham, Rossiya neftdan doim ko'rayotgan foydasiga qo'shimcha tarzda 5 milliard dollar foyda ko'rishi mumkin. Iqtisodiy nashrlarning yozishicha, Eronda urush boshlangandan keyin Rossiya budjetiga allaqachon neft eksporti bilan bog'liq 2 milliard dollar qo'shimcha soliq tushumi qayd etilgan. Hafta davomida Eron Amerika tomonidan o'ldirilgan Ali Xomenei o'rniga yangi oliy rahbar tanladi. Diniy kengash Ali Xomeneining o'g'li Mojtaba Xomeneini yangi Eron lideri deb e'lon qildi. U eronliklarga birinchi marta murojaat qilib, qasos olinishi haqida gapirdi. Lekin nyuans bor. Mojtaba Xomeneining murojaati faqat yozma ko'rinishda o'qib eshittirildi. Uning o'zi kadrda ko'rinmadi. Bu esa amerikaliklar Eronning yangi lideri ham hujumga uchragani haqida aytgan gaplarini tasdiqlaydi. Trump yangi lider qayerda ekani noma'lumligini aytdi. Eron tashqi ishlar vazirligi uning yaralanganini tasdiqladi. Avvalroq Trump Eron yangi rahbarini Washington bilan maslahatlashib tayinlamasa, u uzoqqa bormasligini aytgandi. Hafta davomida Rossiyada Telegramni bloklash ishlari boshlandi. YouTube va WhatsApp ortidan endi Telegram ham Rossiya hukumati uchun xushlanmaydigan tarmoq deb topildi. Rossiyaliklar Telegramdagi uzilishlar haqida tobora ko'p murojaat qilmoqda. Hukumat esa Telegram bloklanishi, hozirgi sekinlanish ularning qo'shtirnoq ichidagi sa'y harakati ekanini yashirmay aytmoqda. Katta ehtimol aprel oyida Rossiyada Telegram butkul bloklanadi. O'sha gap, Rossiya o'zining alohida olamida yashamoqda. Eronda urush boshlangandan keyin yevropaliklar g'alati radiostansiya paydo bo'lganini payqashdi. Bu radioda kuniga 2 marta efir beriladi. Eron vaqti bilan tongi soat 05:30 da va tungi 21:30 da. Efirlar forschada e'tibor degan so'z bilan boshlanadi. Keyin raqamlar o'qib beriladi va yarim soat davom etadi. Ekspertlar AQSh markaziy razvedka boshqarmasi shu tariqa Erondagi agentlar bilan aloqa qilmoqda deb hisoblayapti. 28-fevral kuni Eronda urush boshlangach ishga tushgan radiostansiya ko'p o'tmay qotib ishlay boshlagan. Katta ehtimol Eron to'lqinni bo'g'ishga erishgan, lekin ko'p o'tmay stansiyani shunchaki boshqa chastotaga ko'chirishdi. Eronda internet shundoq ham muammoli narsa. Urush boshlangach esa uni to'sish kuchaydi. Shu sabab amerikaliklar o'z agentlari bilan shu tariqa eskichasiga aloqa qilish yo'liga o'tganga o'xshaydi. Xuddi 2-jahon urushi davrida nemislar Enigma orqali muloqot qilganday. O'shanda ingliz matematiklar Hitlerning jinoiy buyruqlari berilgan afsonaviy Enigmani buzishga muvaffaq bo'lgandi. Lekin Eron bu ishni uddalay olmagan ko'rinadi. Aytgancha, Eronda Amerika agentlari borligiga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Xomeneining jasadini suratga olib Trumpga ko'rsatishganiga qaraganda, agentlar davlat ichiga juda chuqur kiritilganga o'xshaydi.